Gapir vaqti yo'q, ey. Muhtaram Prezident, haqiqatda ham e'tirozlar o'rinli. Biz mana shu subvensiyadan chiqish bo'yicha dasturlar ishlab chiqqanmiz. Hozirgi bergan topshiriqlaringizdan kelib chiqib, dasturni qayta ko'rib chiqamiz va bu subvensiyadan chiqishni barcha choralarni ko'rib, buni uddalaymiz. Qo'limdan keladi, Shavkat Miromonovich. Oldin qaysi ishda ishlagansiz? Hozir bank moliya sistemasida ishlaganman. Nima bo'lib? Moliya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. G'aznachilik Sen boshlig'i bo'lib ishlaganman. moliya bo'limi boshlig'i bo'lsang, sen kasalsan. Oldingi moliyaning rahbarlari hammasi kasal bo'lgan, balandparvoz. Men seni bugun ishdan olaman. Nimaga? Hamma birinchi ma'un xulosa qilsin. Men birontang bilan bunday ishlashga toqatim yo'q. U hozirgi gaping balandparvoz gap. Sen nimaga tayyorgarlik qilmagansan? Prezidentni uchrashyapsan. Nimaga aniq rejalaring yo'q? Umumiy ko'rib chiqamiz. Nima senga bu? Detsatmi bu senga? Bu davlat bu. O'rtoq viloyat hokim birinchi o'rinbosari, davlat bu. Qo'lingdan kelmasa ishni bo'shatib qo'y. Bo'shatib qo'y, men ertaga xalta oldida qanday hisobot beraman?